Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yaxshimsizlar? Yaxshimsizlar. Bugun 2026-yil 7 oyning 14 kuni seshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6 oyning 1 kuni. Xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tövandikcha. Xinjiang boshlovchi Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini o'rganib izchillashtirib, yezi egilik mahsulotlarini inchikib pishiqlash taraqqiyotini zo'r kuch bilan olg'a surib, o'zgacha yezilik zanjirini uzartish, to'liqlash, qiymati unumini oshirishga turtki bo'ldi. Erkin Tunyas Aqsu viloyati va Aral shahrida tekshirib tadqiq qildi. Urumchi shahri ammo 12345 qiziq liniyasi qatorliq yo'llar orqali inkas qilgan arzu talabni chin qilib, chin hissiyot bilan hal qilib, to'g'ri siyosiy natija qarishining xalqi mulozimat qilish jarayonida amaliylashib yildiz tortishi, unum berishiga turtki bo'ldi. Qanas davlat darajalik tabiiyligi Qo'g'dilg'a rayoni aql o'rmonchilik ko'zitish o'lchash supsi barpo qilib, yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'dash va boshqaruv saviyasini unumli o'stirdi. Oliy maktabga qabul qilinganlik uqtirishi yetkazilishga boshladi. Endi tafsiliy mazmunlarini ko'rsatamiz. Boshlovchi Xi Jinping yezigilik mahsulotlarini cho'nqur pishiqlash va yemaklikni inchikib pishiqlashni kuchaytirib, ochliq ishlab chiqarishni bosh uch, yemaklikni oxirgi uch, chorvachilikni bosh uch, go'sht pishiqlashni oxirgi uch, yezigilik ishlab chiqarishni bosh uch, sanoatni oxirgi uch qilish xizmatini jonliq yaxshi ishlab, ko'p manbalik yemaklik ta'minot sistemasi barpo qilish kerak deb ko'rsatdi. Xinjiang mavqani o'zgacha boylik ustunligi va kasb asosiga qo'yib, yezi egilik mahsulotlarini inchikib pishiqlash kasbining taraqqiyotini zo'r kuch bilan olg'a surib, o'zgacha yezigilik zanjirini uzartish, to'liqlash, qiymatini unumini oshirishga turtki bo'ldi. Cho'chak shahridagi Xinjiang Guanyuan chorvachilik cheklik shirkatining ishlab chiqarish sexida chorva so'yish, go'shtni parchalash, inchikib pishiqlash qatorliq ishlab chiqarish liniyalari yuqori unumda yurishyapti. Yangi qo'y kala go'shti va kala go'shti vanzi qatorliq mahsulotlar sovuq saqlab to'shish zanjiri orqali Xinjiang ishchi sirtidagi bozorlarga yetkaziladi. Taqsimlash to'g'rimiz Xinjiang ishchi hamda Henan, Sichuan qatorliq 23 o'lkaning bozorini qopladi. Jingdong, Tianmaodagi Bayroqtar do'konimizda mos qadamda setyapmiz. Bu yilning oldingi yarmida korxonaning mahsulot umumiy qiymati 37 million 880 ming yuanga yetdi. O'zgacha kasbning yuqori sifatli taraqqiyotini, kasbni tujiblik joylashtirish va bog'cha rayonining atrofliq mulozimat kapoliyatidan ayirib qarg'ili bo'lmaydi. Korxona makonlashgan Tarbag'atay davlatlik yezigilik fan texnikasi rayoni ochliq, yog'liqdan meva, ko'ktat, chorva, qush qatorliq yerlik o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini nuqtaliq jo'rdab, dal joyda savdogar chaqirish, savdo orqali savdogar jalb qilish orqali inchikib pishiqlash kasb zanjiriga loyiqlasha oladigan sifatlik bozor asosi gavdasini nishonliq kirgizib yetishtirdi. Hozir Bog'cha rayonida inchikib pishiqlash korxonasidan 5 muqim ishlab chiqarishga kirishib, xom ashyo bilan ta'minlash, inchikib pishiqlashdan mahsulotni sirtqa chiqarishgacha bo'lgan kasb yepiq halqasi shakllantirdi. Hozir bor korxonalarni elib qilib, a'lo sifatli turlarni kirgizib, dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari taraqqiyot toplanma rayoniga sijil turtki bo'lib, yuqori sifatda taraqqiy qildiramiz. Yezigilik mahsulotlarini pishiqlash, yezigilik kasb zanjirini uzartish, yezigilik mahsulotlarining qo'shilma qiymatini oshirishning ochqichliq halqasi, maxsus siyosat orqali dal joyda quvvat qo'shish, yezigilik mahsulotlarini inchikib pishiqlash turini amaliylashtirib, unum yaratishni kuchli terakka ega qildi. 2025-yil 12 oyda Avtonom rayon yezigilik mahsulotlarini pishiqlash kasbining yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llaydigan bir qancha siyosat tadbirini e'lon qilib, yezigilik mahsulotlarini pishiqlash kasbining taraqqiyot amaliyatiga zich birlashtirib, yezigilik mahsulotlarini inchikib pishiqlash kasbiga mablag' silib taraqqiy qildirishni qo'llash, boshlamchi korxonalarning darajasini o'stirishni qo'llash, yezigilik mahsulotlarini pishiqlash sanoatining marka qurilishini qo'llash, mahsulotni chiqqan joyida sovuq saqlab toshish ashyo obrot iqtidorini oshirish qatorliq 10 tarafni cho'rdab, yezigilik mahsulotlarini pishiqlash kasbining tipini o'zgartish, darajasini o'stirishga tez turtki bo'lib, yezigiligining unumi, dehqonlarning kirimini oshirishni ilgari surdi. Xinjiang Qinghe biotexnika cheklik shirkati yaqinda tabiiy o'simlikdan universal ayirish bir gavda turi qurilishida munosabatli tarmoqlarga uskuna selinmasi, mukofot, yordam pul mablag'i iltimos qildi. Korxonamizning mablag' besimi yenikildi. Yordam mablag'ini ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish, hunar san'atni a'lolashtirish, yurishlik uskunlarni mukammallashtirishga ishiltimiz. Növbətdə sexdiki yadroliq ayırış üskünəsinin 95% quraşdırılıb boldu. Yürüşlük avtomatik tizginləş və muhit asraş üskünəsi mas qədəmdə quraşdırılıb atıdı. 8-ci ayda işləb çıxarışqa kirişkəndən keyin 20 min tonnağa yaxın səbdügül, ovaq lazı setib aladı. Yıllıq ticarət kirimining 180 million yuanga yetadiganligi, shu joydagi 80 necha odamni ishga o'rlashtirishi mo'ljallanadi.
100 necha mol az terdim, setib-olish to'xtamini imzoladim, setishdan g'am qilmayman. Zavodda ishlab oyda 5000 yuandan ortiq kirim qila olmayman. Statistikaga asoslanganda yezigilik mahsulotlarini pishiqlash sanoatining yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llashga doir bir qancha siyosat tadbir yo'lga qo'yilgandan buyon avtonom rayon bo'yicha 215 million yuan mukofot mablag'i amaliylashgan. Xinjiang 15-5 yillik yirik plan programmasida o'tirg'a qo'yilgan yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidori sifati va unumini o'stirish o'rlashtirmasiga asosan diqqatni butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish strategiyalik o'rin bekitmasiga markazlashtirib maxsus yo'llash siyosati ambarda saqlash pishiqlash jihatdagi kamtiklikni to'liqlash ministrlik avtonom rayon o'rtaq barpo qilgan kasb udullashtirish supisi barpo qilish qatorliqlar orqali yezigilik mahsulotlarini ishlab chiqarilgan joyida yirik pishiqlash inchki pishiqlash yemaklik pishiqlash va qo'shimcha mahsulotlardan universal foydalanish saviyasini o'stirib ochliq ombiri beg'i chorvachilik maydoni beliqchilik maydonini davlatga texmi yaxshi mulozimat qildirdi. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz 7 ayning 12-13 kuni Aqsu viloyatining Avat nahiyasi, Kalpin nahiyasi qatorliq joylarga berib, jamiyat muqimligi, o'zgacha kasb, kelgundan mudofialanish, qurg'oqchilikqa taqobil turish, xalq turmushi xizmati qatorliqlarni tekshirib tadqiq qildi. U munolarni ta'kidladi. Başhoji Xi Jinpingning Jungo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zning ruhini astoydil o'rganib izchillashtirib, Avtonom rayonluq partiya komitetining talbiga asosan jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Jumhur millati o'rtaq gavdasini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, taraqqiyot bilan bexatarlikni texnik yaxshi bir tutash planlab, iqtisod xizmati, yezi igilik ishlab chiqarishi, kelgundan mudofialanish, qurg'oqchilikqa taqobil turish qatorliqlarni qilcha bo'shashmay ching tutib, sifatni o'stirish unumni oshirishga haqiqiy turtki bo'lib, avtonom rayonning umumiyatiga texim yaxshi mulozimat qilish kerak. Erkin Tunyaz Avat nahiyalik sanoat bog'cha rayoni boshqarish komitetida nuqtaliq turlarni alg'a surish, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish qatorliq ahvollarni egalladi. Bog'cha rayoni taraqqiyot rayonini maxsus tuzashda qaytma inkos qilingan masalalarni tuzishni ching tutib, taraqqiyot rayonining ta'sir ko'rsatish turtki bo'lish rolini kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Xinjiang Boyuan neft tabiiy gaz o'zlashtirish cheklik shirkatida korxonani fursatni ching tutib, Huayru tajribaxonasi qatorliq fan tadqiqot operatori bilan hamkorlikni kuchaytirib, neft tabiiy gaz zapisini ko'paytirish, mahsulotini oshirishni surishga ilhamlandirdi. Xinjiang Al-Nuri chamg'urchilik biotexnika cheklik shirkati Van Toyuan baxmichilik bazasiga berib, chamg'urchilik to'g'chilikning taraqqiyot ahvolini egalladi. Afzal boyliqni sharoitga qarab qezib, mukammal kasb zanjiri shakllantirishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. Erkin Tunyaz Avat nahiyalik jamiyat amonligini har taraflama tuzash markazida muqimlikni qo'g'dashdan iborat kirishni har vaqt chingitib, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirlarini puxta, inchga amaliylashtirib, besilib qolgan arziyat yillarni puxta tugutishni talab qildi. Bingtuan 1-Shesi Aral shahrining 16-tuvanidagi Tarim daryosi manbasi 3 daryo birlashgan joyda kelkundan mudofialanish, kelkun mazgilidan bexatar o'tish ahvoli dokladini angladi. Bingtuan bilan yerlikning hamkorligini kuchaytirib, xizmat mas'uliyatini chingitib, daryo ko'l boshlig'i tuzumini amaliylashtirib, kelkundan mudofialanish, qurg'oqchilikqa taqobil turish xizmatini haqiqiy ching tutish kerak deb ta'kidladi. Avat nahiyalik Paravalliq bog'cha rayonida ommaning yashanganini kutinish va havolilik beqishdagi ko'p manbalik ehtiyojini o'zliksiz qondirib, yashanganlar va bolalarga texmi yuqori sifatli baxtli turmush yaratib berish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz Avat nahiyasining uzun talaliq paxtadan yuqori hosil elish o'tkiliga hujum qilish e'tizida o'lchamlik terish, texnika jihati tarbiyalash, dehqonlarning foydasi qatorliqlarni egalladi. Avat Lixva to'qimchilik cheklik shirkatida to'qimchilik kiyimgacha kasbining taraqqiyoti hamda ish qurilishiga turtki bo'lish ahvolini egalladi. Uzun talaliq kevaz a'lo sorti yetishtirish, sifatini o'stirish, o'lchamlik ishlab chiqarish va marka yaratishni bir sinash planlab olg'a surib, siyosat madadi salmog'ini zo'raytib, Xinjiangning uzun talaliq paxta jihatiga afzal o'rnini sijil mustahkamlash, paxtani chiqqan joyda aylantirishni tezlatib, shu joydagi texmi ko'p odamni ish qo'rlashtirib, ommaning kirimini oshirishini ilgari surish kerak dedi. Kalpin nahiyasidagi Loylatqidan etiz barpo qilish turi naq maydonida tekshirib tadqiq qilishni kuchaytirib, qonun nizomga asoslanishda ching turib, turni baldirroq bitirib, baldirroq unum yaratishga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz tekshirib tadqiq qilish jarayonida munolarni ko'rsatdi. Jumhur millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, Jumhur xalq jamhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish, qonunini o'rganish, tashviq qilish xizmatini yaxshi ishlash, keyingi 20 yillik iqtisod xizmatini planlab olg'a surib, 5 darajalik shujilar yezi kentlarni gullantirishni tutishda ching turib, ochliq masalasini o'zimizga tayinib hal qilish,
ommaning atrofidagi noto'g'ri istil va chiriklik masalasini markazlik tuzash hamda markazning kuzatishi va iqtisodiy taftish, ekologiya, muhit qo'g'dash, statistika nazoratchiligida qaytma inkos qilingan masalalarni tuzatishni ching tutib, turli o'rlashtirmalarni amaliylashtirib unum yaratishga, dadillik bilan zimmaga elish, mahirlik bilan natija yaratishdek yaxshi istil orqali turtki bo'lish kerak. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon Urumchi shahri xalqi baxti yaratish davomida siyosiy natija koordinatini to'g'rilab, xalqi baxti yaratish eng cho'ng siyosiy natija degan asli maqsadda ching turib, ammo 12345 qiziq liniyasi qatorliq yo'llari orqali inkos qilgan arzu talabni chin qalb, chin hissiyot bilan hal qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshining xalqi mulozimat qilish jarayonida amaliylashib iltiz tortishi, unum berishiga turtki bo'ldi. Urumchi shahri Tianshan rayoni Sho'rbuloq ko'cha boshqarmasi mahalla sahiya mulozimat markazining bolalar kasalliklari bo'limi ilgari zukam, ich surish qatorliq doim ko'riladigan kasalliklarni davolayoladi. Urumchi shaharlik do'stlik doktorxonasi bolalar kasalliklari bo'limining mutaxassislari bu yerga kelib kasal ko'rishga boshlagandan keyin kasal ko'rsatgili keldiganlar ko'rinarli ko'paydi. Bolamiz og'rib qolsa ishik oldimizda 3A darajalik doktorxonaning doktorlariga davolaydigan bo'ldik. Asas qatlam maxsus kasalliklar bölümimizdeki kemtiklik to'liqlandi. Ballar kasalliklar bölümünde davolanadiganlar 11%, jo'nyi bölümünde davolanadiganlar 110% ko'paydi. O'rganish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon Urumchi shahri a'lo sifatli davolash boyligini tövanga tushirishga kuchab turtki bo'lib, shaharga qarashliq 3-darajalik doktorxonalarni boshlamchi, 2-darajalik doktorxonalarni tugun, asosiy qatlam davolash saqliq saqlash apparatlarini to'r uli qilgan davolash saqliq saqlash mulozimat birlashma gavdasi barpo qildi. Növbətdə 95%-dən artıq yezi bazarlıq doktorxana, mahalla sahiya mulozimat markazi davlatning mulozimat iqtidori o'lchamiga yetdi. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon Urumchi shahri masala yo'nalishi, nishon yo'nalishi, natija yo'nalishining birdakligida ching turib, cho'nqur o'rganish, haqiqiy tekshirish, amaliy tuzatishga ko'ngil qo'yib kuchidi. Ko'kartish qurilishidagi to'siq nuqta, qiyin nuqta va ommaning kichik bog'cha oz degan inkosini ko'zda tutib, ko'kartish bilan shahar muhitini universal tuzashni bir tutash olg'a surib, 20 kichik bog'cha gullik yasash, 1000 mo yerni ko'kartishni planlab, 1250,54 mo yerni ko'kartib, oddiy ham oddiy ham nafs yeshillikni shahar aholisining turmush chambariga singdirdi. Kunduzi qo'rovda aylanamiz. Kashta binodan tushib salqindaymiz. O'rganish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon Urumchi shahri har oyda 12345 qiziq liniyasining uy-joy mulozimati turdagi arz shikoyat sonliq ma'lumotini cho'nqur tahlil qilib, ko'p inkos qilingan masalalar va nuqtaliq o'ltiraq rayondan 199 ni bekitib, bir o'ltiraq rayonga bir tadbir tuzib, uy-joy mulozimatida putumga amal qilishga oid arz shikoyatning 8,82% ozayishiga turtki bo'ldi. Diqqatni har millat ommasi aldirayotgan, qiyinlayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga markazlashtirib, o'rganish, tekshirish, tuzatishni birlikda olg'a surib, umum uchun partiya qurish, xalqi baxt yaratish, tadbirni ilmiy belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlash umumiy talabiga ching bog'lab, davolash, uy-joy mulozimati, ekologiya qatorliq sohalardagi omma aldirayotgan, qiyinlayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni kuchab hal qilib, o'rganish natijasini xalq turmushiga naf yetkazish, xalqning g'amini tugatishdagi amaliy harakatga aylantiramiz. Mamlakat bo'yicha ilg'or asos qatlam partiya tashkiloti Bingtuan 8-shisi 143 tuan 9 lian partiya yachekisi partiya qurilishini yetakchi qilib, to'qash shaptul kasbini sijil kuchaytib, asos qatlamni idora qilishning o'lini puxtalab, yez kentlarni umumyuzlik gullantirishning kasblar gullangan idora qilinishi a'lo, ishchi xizmatchilar beyg'on yo'lini tepib chiqdi. Növbətdə 9-lendagi tumanmo to'qash shaptul pishdi. Len ishki komiteti ba'zi a'zolarini, ishchi xizmatchilarni yetaklab, uzib, ayirib, o'rab qachilab, mamlakatimizning har qaysi joylaridagi bozorlarga yetkazishga o'rlashtirdi. To'qash shaptulni atiganda uzib, tushkichi qachilab yo'lga selib bo'lmas, kashti fuqarolarning qo'liga tegib bo'lishi mumkin. 143-tuanning to'qash shaptul o'stirish tarixi uzun, lekin bir necha yil ilgari shaptul daraxining qishdan o'tishi tas bo'lish, usuli muqim bo'lmaslik, sorti bir xil bo'lish qatorliq masalalar 9-len to'qash shaptulchiligining taraqqiyotini cheklab qo'ygan edi. Len partiya yachekisi Jungo Yezigilik Fanlar Akademiyasi Jingzhou Mevilik daraxt tadqiqot o'rni bilan tashabbuskorlik bilan udulishib, mutaxassislar xizmat punktini birlikda qurdi. Shaptul daraxining qishdan o'tishi qiyin bo'lish, oson ushib qilish, usuli tuvan bo'lish qatorliq masalalarni unumli hal qildi. Ham a'lo sifatli 13 xil chilgi to'qash shaptul sorti kirgizib, 600 mo'liq yuqori o'lchamlik ulgib bog' barpo qilib, rayon ommaviy markasini tizimga oldirdi. Shuning bilan birga Lendoy ishki komiteti boshlamchilik bilan bevosita ko'rsatib setish atirti qurib, to'rda setish yo'li ochdi. Shaptul pishiqida kuniga 4000 yashikdan ortiq sotamiz.
9-cı len partiya yacheykisi yez egiligi bilan sayohatchilikni yo'g'irish yangi andisi ustida faol izlanib, har yili Shaptul chechki bayrami To'qash Shaptul yig'ilishi o'tkazib, yilda 120 ming odam qitim sayohatchi kutib olib, yemak-ichmak, oilaviy mehmonxona qatorliq yurishlik kasblarning taraqqiyatiga turtki bo'ldi. 2025-yili Lendoyning ishlab chiqarish umumiy qiymati 126 million yuanga, ishchi xizmatchilarning kishi beshi hisob kirimi 117 ming yuanga yetdi. 9-cı len bultur 124 oilaning xatarlik koni uyini chiqib yangilash xalq qurilishini yo'lga qo'yib, yo'l, suv bilan ta'minlash turbasi, avraz yo'li qatorliq ul aslihalarni mukammallashtirish, ishchi xizmatchilarning turalg'u sharoitini yanada yaxshilashni boshlagan edi. So'nglili yaqinda buyon yangi uyni bezash bilan aldirash bo'lib ketdi. Uyni chiqib silishdan bezashgacha hammasida partiya yachaykisi faol yordam berdi. 9-cı len partiya yacheykisi yana 2 komitet doirini o'ddiga ilish, partiya a'zolari oilalar bilan aloqalash xizmat mexanizmi o'rnatib, xalq turmushidagi qiyin masalalarni dal joyida hal qildi. Bu 2 yilda xalq turmushi amaliy ishidan 12ni, kichik amaliy ishdan 20 nachini bajarib bitirdi. Kasbni gullantirish orqali yez kentlarni umumyuzlik gullantirishni olg'a surib, inoq go'zal Lendoy yangi ulgusini butun kuch bilan barpo qilamiz. Zhejiang Ningbo'ning Xinjiangga nishonliq yordam berib dal yo'lishi turtkisida Kucha shahridagi Ko'san tar ko'chasi qadimiy imoratlarni remont qilish, kasb holatining darajasi va muhit subtini o'stirish orqali madaniyatni his qilish, o'zgacha madaniyat sayohat va omma eglik tiklash birgavda qilingan Vanxong ko'chaga aylandi. 7-ci ayda Kucha shahri Saqsaq ko'cha boshqarmasidagi Ko'san tar ko'chasi sayohatchilangan mezgilni kutib oldi. Ko'chada sayohatchilarning oyig'i uzilmadi. Ayollar egilik tiklash xizmatxonasidagi 100 xildan ortiq kashta, zinnat buyumi, ijodiy buyum kishilarning diqqatini tortdi. Millatlarning o'zgacha usuli, urf-odatini ko'rdim. Bu yer nihoyatda qaltiskan. İmaratlar nihoyatda nafis, rangi to'limi chiroylikan. Ko'san madaniyatini his qildim. Bu yer bir kelishga arziydi ekan. Ayollar egilik tiklash xizmatxonasining asli o'rni 100 yillik turalg'u bo'lib 2024-yili Ningbo shahrining Xinjiangga yordam berish qo'mondonlik shtabi 10 million yuandan ortiq mablag' selib, Nisaxon turalg'usi Kucha qizlar 1-sifatning koni o'rnini qo'g'dash xarakterlik remont qildi. 2025-yili 15 million yuandan ortiq mablag' selib, Gulining uyi, egiz pulliq turalg'u Yongko ko'chasi, qadimiy Kechik bozor qatorliq qadimiy imoratlarni remont qildi. 200 metrga yetmaydigan bu ko'cha hozir 1200 metrga uzartilib, 60 o'zgacha do'kon 360 necha aholi yaqin joyda ishga o'rinlashdi. Oliy maktab bitkizgan 22 yosh egilik tikladi. Tar ko'cha aholisi Aliya Qaharjon 2025-yili o'qish bitkizib yurtiga qaytib kelgandan buyon ayollar egilik tiklash xizmatxonasida qo'l hunar, san'at buyumlarini yasash, setish bilan shug'ullanib, tar ko'chaning bargan siri kuchayotgan sayohat qizg'inligiga guvoh bo'ldi. Boshqa yurtda ishlayotganlar qaytib kelib sayohat yetakchisi bo'lib do'kon ochib, ham yurtimizni gullantirdi, ham pul topdi. Bu yil 1-oydan 6-oygacha Ko'san tar ko'chasi kutib olgan sayohatchi 800 ming odam qaytimga yetdi. Ningbo bilan Kucha aholilarining do'stligi cho'nqur. Ko'pchilik Ko'san tar ko'chasida ikki shaharning cho'nqur tutashganligini his qila oladi. Qashqar Layning xalqaro aeroportida yo'lovchi sijil ko'paydi. Oldingi 20 yilda bu aeroport qatnagan navbatchi aeroplan, to'shilgan yo'lovchi, yuk va posolka qatorliq ko'p turli transport ko'rsatkichida Xinjiang bo'yicha oldingi qatorda turdi. Bu Qashqar Layning xalqaro aeroportining yo'lga chiqish zali. Yozliq ta'tillik yo'lovchi to'shish boshlangandan buyon kuniga to'shilgan yo'lovchi 13 ming odam qaytimdan 18 ming odam qaytimga yetdi. Bu yerning taomlarini bek yoqtirdim. Kayfiyatmi bek qizg'inkan. Fursat bo'lsa yana kelaman. Yazliq ta'tillik yo'lovchi to'shish boshlangandan buyon Qashqar Layning xalqaro aeroportida to'shilgan yo'lovchi, sayohatchi, Xinjiang ichki sirtidan yurtiga qaytadigan o'quvchilar, savdogarlar, tuqqan yo'qlaydiganlarni asos qildi. Bu yil aeroport Xinjiang sirtiga bevosita tutishadigan aviatsiya liniyasini ko'paytdi. Oldingi yarim yilda uçqan qo'ngan navbatchi aeroplan 21174 ga yetib, bultur shu mezgildagidan 8,23%, to'shilgan yo'lovchi 2,440,000 odam qaytimga yetib, 7,39%, to'shilgan yuk va posilka 10,451,6 tonnaga yetib, 13,61% ko'paydi. Aeroplanning yo'lovchi bilan to'shish nisbati ilgirki 70% dan 85% ga yetdi. Yo'lovchilarning ko'payganligini nazarda tutib, aeroplanga chiqish rasmiyatini avtomatik bejirish mashinasidan 4 ni, aeroplanga chiqish rasmiyatini avtomatik bejirish sistemasidan 9 ni ko'paytdik. Pidoyilar mulozimatini yo'lga qo'ydik. Davlat ichi va xalqaro aviatsiya liniyalari echilib, Qashqar dunyo bilan tutashtirildi. Navbatda Qashqar Layning xalqaro aeroportida Qashqar Pokiston Islomobod, Qashqar Tojikiston Xujand, Qashqar Qirg'iziston O'shdan iborat 3 xalqaro qarorlik yo'lovchi to'sh liniyasi echildi. Oldingi yarim yilda Qashqar chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punkti aeroportda tekshirib chegaradan o'tkazgan yo'lovchi 11436 odam qaytimga yetib, bultur shu mezgildagidan 48,8%, aeroplan 157 qaytimga yetib, 19,8% ko'paydi.
Növətdə aeroport kuchni mujassamlab O'rta Osiyo aviatsiya sepini kengaytiryotidi. O'zbekiston, Qozog'istonning nuqtaliq shaharlarga aviatsiya liniyasi echishni faol qo'lga keltirib, O'rta Osiyoning markaziy rayonini qoplagan 1,5 soatlik aviatsiya chambarki barpo qilamiz. Avtonom rayon yezlarda su bilan ta'minlash qurilishini remont qilish, asrashni bu yillik xalq turmushidagi 10 amaliy ish qatoriga kirgizdi. Hozir Xinjiang yezlarida su bilan ta'minlash sifatini o'stirish harakati tez olg'a surilmoqda. Jing nahiyasi Mandan yezisining Qorato'ri kentidagi yezlarda suv bilan ta'minlash qurilishi bo'yicha remont qilish asrash turi naq maydonida qurilish ishchilari koni suv turbi to'rini almashtiryotidi. Bu yerdagi ko'p qism turbi to'rining ishlatilayotganiga 10 necha yil bo'lgan. Jing nahiyasi bu qitim yezlarda suv bilan ta'minlash qurilishi bo'yicha remont qilish asrash turiga jami 2 million yuandan ortiq mablag' silib, 3 yezi bozor maydonidagi ko'plagan ma'muriy kentni qurilish qilib, 8-oyning oxirida tamomlashni mo'ljallandi. Turbi to'rini yangilash, uskunlarni almashtirish, aslihalarni to'liqlash orqali yezlardagi 30 ming ommaning suv ishiltish sharoitini umumyuzlik yaxshilaydi. Baying'ulin oblastida avtonom rayon 1,500,000 yuan mablag' ajratib yo'lga qo'ygan Lopnur nahiyasining yezlarda suv bilan ta'minlash qurilishi bo'yicha remont qilish asrash turi pat arda tekshirib o'tkazib olindi. Turda Gulbaq yezisi, Tarim yezisining 3,53 kilometr suv bilan ta'minlash turbi to'ri o'zgartirilib, 9 mingdan ortiq ommaga naf yetkazildi. Avtonom rayonlik suvchilik nazorati bu yil markazning 61,240,000 yuan suvchilik taraqqiyot mablag'ini qo'lga keltirib, 46 nahiya shahar rayonidagi 193 joyda remont qilish asrash qurilishini yo'lga qo'ydi. Avtonom rayon yana 1,658,000,000 yuan mablag' ajratib, yezlarda suv bilan ta'minlashni kafolatlantirish qurilishidan 33 ni yo'lga qo'ydi. Remont qilish turlarining hammasida ish boshlandi. Qurilish tamomlangandan keyin 950,000 yez aholisini suv bilan ta'minlash saviyamiz oshidi. 2026 yilning oxirida yezlarda turbi suyini umumlashtirish nisbatini 99,44% ga, ko'lamlik suv bilan ta'minlash qurilishining yez nopusini qoplash nisbatini 89% ga yetkazishni mo'ljallandik. Tomuzda temperaturning sijil o'rlishi bilan Koylon tog' tezmasidagi yig'ilib qolgan qor tez eridi. Yurunqash daryosi, Qarqash daryosi suv eng ko'p mezgilga kirdi. Xotan nahiyasi kelkun boshlab o'rmonliqni sug'urish, yeshillikni qo'g'dash qurilishini ilmiy yo'lga qo'yib, qiyon mezgilida kelkun suvi boyligidan foydalanib, 10 ming tabiiy to'g'raqliqqa suv to'liqladi. Zumrat ko'lga suv boshlash maydonida cho'ng tipdagi mashinalar kelkun oqqizish o'stini chapdi. O'rmonchilik maydonining qo'g'dash xodimlari suv ahvolini har vaqt tekshirib, suv o'rni qatorliq sonliq ma'lumotlarni ko'zitib o'lchab xotirladi. Daryoning suv chiqarish eg'izidagi laylatqilarni qarallik tozalab, suv miqdori o'zgarishini kuzatib, suvning o'rmonliqqa takshi eqib kirishiga kapolatlik qilyapmiz. Xotan nahiyasi asliga keltirish bilan sifatni o'stirishga teng ahamiyat berish, sug'urish bilan to'liqlab tikishni mos ilgari surishda changtirib, kelkun boshlab o'rmonliqni sug'urish asosida to'g'roq, yo'lg'un qatorliq, qurg'oqchilikqa chidamliq, qumni turaqlashtiradigan dal daraxt urqi chechib, cho'l ekologiyasini asliga keltirish sifatini har taraflama o'stirdi. 80 ming tabiiy o'rmonni kelkun suyida sug'urishni planlagan. Hozirgacha 50 ming yerni sug'urib oldi. Qolganini 8-oyning o'tirg'icha sug'urib olamiz. Qanas davlat darajalik tabiiylikka qo'g'dilgan rayon Altay teg'ining o'tir bo'lagiga joylashgan. Qo'g'dilgan rayon aql o'rmonchilik kuzatish o'lchash supsi, raqamlik aql qo'g'dash sistemasi barpo qilish orqali yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'dash va boshqarish saviyasini unumli o'stirdi. Bu xizmatchilar qo'g'diladigan rayonga o'rlashtirilgan 70 necha infraroq qizil nurliq foto apparatdagi sonliq ma'lumotlarni bir qatim ratlashda erishgan yovvoyi hayvonlarning nurg'unlagan qimmatli sin ko'rinishi. Ko'rinishda so'sin bulg'un, bo'ri bursuq, qandag'ay, o'rmonliqda uzuq izlayotgan qizil bug'a, qorliq dalada kezib yurgan elik, qizil tulka, bo'ra, yovi to'ng'iz ko'p qatim paydo bo'lgan. Bu Qanas davlat darajalik tabiiyligi qo'g'diladigan rayonning davlatimiz sovuq mo'ditil balvoq rayonidagi jonliqlardan ko'p xilligini qo'g'dash ulgu rayoniga aylanganligini aks ettirdi. Aql o'rmonchilik ko'zatish o'lchash supsi, odamsiz ushqida chorlash, aql bulut supsi, elektronlik ko'zatish o'lchash uskunasi qatorliq fan texnika vositasining cho'nqur qo'llanilishi qo'g'diladigan rayonni raqamlashgan, aqllashgan qo'g'dash sistemasiga ega qildi. Tuproq, suv sifati, yomg'ir miqdori, havoning namligi turdagi sonliq ma'lumotlar mushu sifida ko'rindi. Infra qizil nurliq foto apparat suratlarni bu sifaga har vaqt yo'llab turdi. Yovvoyi hayvonlarning ahvolini bu sifida ko'ra olamiz. Aql kuzatish uskunasi kecha-kunduz dujurnalik qilib tog'liq o'rmondagi turli hayotlik signalini uzildirmay qabul qilib yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'daydigan aql qorabulg'a, odamsiz ushqu orqali chorlash qo'g'dash sistemasi harakatchanligi kuchlik, ko'rish doirasi keng, inkas qaytirishi tez bo'lish afzalligi bilan bo'shliqdagi darajadan tashqari o'rmon muhofazachisiga aylandi. Tushdan burun 1 soat, tushdan keyin 1 soat qarallik charlaymiz. Odamsiz ushqu bilan charlab suratga tortib, o'rmonliqdagi o'zgarishni tekshiramiz.
Dövlətimizdəki Avropa Sibiriya canlıqları rayon sistemasining birdan-bir vakili bo'lgan Qanas davlat darislik tabiiyligi qo'llaniladigan rayonda Sibiriya Şəmşadi, Sibiriya Aq Şəmşadi, Sibiriya Qızıl qarag'ayi, Şinjan Bal qarag'ayi asosliq bo'lgan ibtidoiy tayga o'ymonligi bor. Ekologiya sistemasi mukammal hamda oz uchraydigan bo'lib, bu yerda davlat birinchi darajalik qo'g'daydigan yovvoyi hayvon 18 xilga, ikkinchi darajalik qo'g'daydigan yovvoyi hayvon 73 xilga yetadi. Fan texnikaning quvvat qo'shishi bilan qo'g'dash rayonidagi jonliqlardan ko'p xilligini qo'g'dashda ko'rinarlik unum qo'lga keltirilib, Shimoliy Shinjongning ekologiya bexatarligi to'siqi uzluksiz mustahkamlandi. Qizilsuv oblastining 12-ci növbətlik Manas Xalqara Mədəniyyət Sayahat Bayramı 7-ci ayının 13-cü günü Aqtu nahiyəsində başlandı. 14 mingdan artıq hər millət ammasi sayohatçı naq maydonga jam bo'ldi. Başlanış mərasimidəki sənət numurları 3 böləkə bölündü. Bunun içindəki qədimki kitablardakı Jongo Qizilsuv nomli ijodiy numurda Manas bilan Banchao zaman makan alqıb paranglashib dövlət muhabbətini yetkizdi. Qizilsuvdakı sənət öməkləri Jiangxi ölkəlik naqshi usul teatri ömiki bilan birlikdə numur o'rinladi. Yaşanğan o'tir yoshlik yosh o'smir 4 avlod Manaschi birlikdə epos o'rinlab sahnani julalandırdı. 3 yaş vaqtimdan başlap Manas Xalqara Mədəniyyət Sayahat Bayramıga qatnashyapman. Hozir 10 ming misraga yaqin Manas eta alayman. Junxua madaniyatining cho'nqurligini namoyon qildi. Dunyo darajali g'ayri-moddiy madaniyat marosimi Manasning o'zgacha sehriy kuchini haqiqiy his qildim. Bak hayajonlandim. Shu kuni Jongo 100 epos qurilishi bo'yicha Manas eposini unga sing'ilish Manas teatrxonasi abdetalni xalqaro yuzlantirishdan iborat ikki g'ayri-moddiy madaniyat marosimlarini raqamlashtirish nuqtaliq turi boshlandi. Qashqar viloyati, Qizilsuv oblasti, Bingtuan 3-shisi Tumshiq shahri, Shenjang Bingtuan bilan yerlik Uyg'ur taraqqiyoti Savxu tur rayonidan iborat 4 taraf madaniyat sayohat strategiyalik hamkorlik ramka kelishimi imzoldi. Qirg'izistonning madaniyat radio televiziya sohasi bilan hamkorlashdik. Jongoning kino televiziya teatrlarini Qirg'izistonda ko'rsatib, Jongo hikoyasi, Shenjang hikoyasini yaxshi so'zlaymiz. Bu faoliyat 7 ayning 20-kunigacha davomlashadi. Faoliyat mezgilida Manasni qo'g'dash va uningga varislik qilish taraqqiyot munbiri, yosh o'smir manaschilar musobaqasi qatorliqlar o'tkaziladi. Mamlakat bo'yicha odatdagi oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish xizmatining boshlanishi bilan pochta tarmoqlari oliy maktabga qabul qilinganlik uqtirishini yetkazish mulozimatini bugun boshladi. 你好，孙玉浩，这是您的录取通知书，我来核对一下您的证件。 Bugun tushdan burun Urumchi shaharlik 1-o'rta maktabning Luygu maktab rayoni darvozasi oldida Sunyuxov davlat mudofaa fan texnika dashasining qabul qilish uqtirishini topshirib oldi. Davlat mudofaa fan texnika dashasida o'qish, turmush kechirish jarayonida yaxshi o'rganib, munavvar harbiy bo'lib yetishib chiqishga tirishaman. Jongo pochta guruhi qabul qilinganlik uqtirishini maxsus yo'llanma sifatida maxsus avtomobil, maxsus xodim orqali har bir imtihon berguchining qo'liga yetkazadi. Yetkazish halqasida maxsus odam mas'ul bo'lish, adres bo'yicha yetkazish prinsipiga qattiq amal qilindi. Oliy maktabga qabul qilinganlik uqtirishini posilka ishkabiga o'zi ilib olish nuqtasiga qo'yib qo'yish qattiq ma'ni qilindi. Topshirib olg'ichi yoki vakolatdan topshirib olg'ichi cho'qim kimligini ko'rsatib, naq maydonda imzo qo'yib topshirib oladi. Ikki xil materiallik suv o'tmas lipop tayyorladi. Qabul qilinganlik uqtirishini oldig'icha yetkazib berish bilan bir vaqtda yetkazgichi imtihon berguchining kimlik uchurini selishtirib, qabul qilinganlik uqtirishini imtihon berguchining qo'liga bexatar tez yetkazishga haqiqiy kapolatlik qiladi. Navbatda EMS Jongo pochtasi tez yetkazish ashyo obroti undidar saloni, undidar aptisi, davlat ma'muriy ishlar mulozimati subsi, Govian obunachilar terminali aptisida yoki 11183 mulozimat qiziq liniyasi orqali imtihon berguchining munosabatlik uchurini kirgizib, qabul qilinish uqtirishining yetkazilish uchurini tekshirgili bo'ladi. Abdunum rayonunun 2026 yıllık işçiler uyuşması yazlık lageri 7. ayının 13. günü başlandı. Şu günü tuncu türkümde lagerga katnaşkan 100 əza, Ürümçide işçiler uyuşması yazlık lageri, ösmürlerinin saqçı mektebideki tuncu təsiratı temasındaki faaliyetki katnaşdı. Faaliyet 4 türkümge bölüp kanat yaydırıldı. Qəhrəman namunacılar təşviq qılıb düşəndiriş, bexatarlik boyunca fənni umumlaşdırış, özünü qutquzuş maharati boyunca tərbiyələş, psixiki cəhətdə yetəkləş, saqçı gazarmasını ekskursiya qilish, tədqiqat ögünüş qatarlıq dərslər təsis qılındı. Saqçı tağılarının məşqini yaqin arlıqdan köydüm. Orun, yığış, kiri, yuyuş, müstəqil turmuş köçürüş qatarlıq maharatlarını ögünüb aldım. Tirişib ögünüb, yaxşı çınıqıb, kelgüsüdə saqçı buluşqa tirişiman. Bu qitimliq faaliyet 7-8 ayda Abdunum rayon boyunca qanat yaydirilib, işçi xizmətçilərinin pərzəntlərinə köngül bölüş, xuşal xuram ösüb yetilişigi kapalatlı qilish baş temi qılınıdı. İnqilabi qurbanlar hamda xizmət üstüdə qurban bolğan işçi xizmətçilərinin 10 yaşdan 15 yaşqıcha bolğan pərzəntləri, qiyinçiliği bar işçi xizmətçilərinin pərzəntləri, yeniyaçı iş quruluş halatındakı əmgəkçilərinin pərzəntləri, dehqan işləmçilərinin pərzəntləri, Çigra rayonundakı işçi xizmətçilərinin pərzəntləri qatarlıqlar mühim nöqtə qılınıb, tədqiqat ögünüş boyunca əməliyyatda ko'rsatish, o'zgacha his qilish faoliyatlari qanot yaydiriladi. Jami 1400 bola qatnashidi. His qilish davomida bolalarning vatanparvarlik hissiyoti cho'nqurlashib, davlatning qudrat toptirish irodasi tavlanadi. Nazar doirasi kengayadi.
Janub Aviasiya pay şirketi Şinjan şöbəsinin sabiq baş direktori Fu Puyan intizamga qonunga eg'ir xiloflik qilishga chetilganlikdan navbatda Markaziy intizom tekshirish komiteti Davlat reviziya komitetining Janub Aviasiya guruhida turishliq intizom tekshirish reviziya gruppasi tarafidan intizom jihatdan, Avtonom rayonlik reviziya komiteti tarafidan reviziya jihatdan tekshirilyotdi. Programmamızın axırda Çingil nahiyasidagi Sandoq hozining yav gullar bilan qoplangan go'zal tog' iqin manzarasidan huzurlanaylik. Xabarlarimiz tugadi. Ko'ngillarga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. 准东行，准能行。